1-iyundan baliq ovlasam bo'ladimi deb ko'p odamlar telefon qilib murojaat qilishyapti. Ayrim odamlar esa 15-dan baliq ovi mavsumi deyishyapti. Xo'p, bu masalaga endi oydinlik kiritamiz. Xo'p, buyruqnomani ko'rishingiz mumkin. Amudaryo va Sirdaryo suv havzalarida 11-martdan 31-maygacha qadar deb yozilib qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, tegida esa mana ko'rishingiz mumkin Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatidagi tabiiy suv havzalari 26-apreldan 10-iyunga qadar. Xo'p, yana bitta aktual savol. Arnansoydachi, Arnansoydan qachon ov mavsumi boshlanyapti deb so'rashadi. Bunga javoban buyruqnomada yozilgan nimani ko'rishingiz mumkin. Aydar Arnansoy ko'llari tizimidagi Aydar ko'l suvida 15-apreldan 15-avgustga qadar ov mavsumi to'xtatiladi. Ya'ni 16-avgustdan Xudo xolisa Arnansoyga chiqib ovlashingiz mumkin. Qarorimiz 2025-yil 7-mart kuni tasdiqlangan.